Germaniyada halol go'shtlar bormi deyiladi-yu. Mana shu yerda halol go'shtlar biz turklardan olamiz. Go'shtlarning sifati ham juda ham zo'r. Xohlasanglar bu yoq tomonda tayyor shashliklar uchun marinovka qilingan mana. Go'shtlarni ham topsanglar bo'ladi, mana qaranglar. Mangalga xohlasanglar mana sosiska bormi, buyrak bormi, mana bu yerda nima manba topinglar, mana qaranglar. Kalla pochaligacha ham bor. Biz hozir oyoq oldik xalatis qilishga. Mana shu xalatisga qilishga oyog'imiz 27.95, ya'ni 28 yevro. Bitta ikkita oyoq adasi. Ikkita oyoq hozir 28 yevro bo'ldi, qaranglar. 28 yevro. Mana shu hozir yozib qo'yaman, so'mdan ichib yuborishini. Ikkita oyoq xalatis uchun. Hammaga xayrli kun. Bugun bizda xalatis, Germaniyada xalatisni ham bemalol topsanglar bo'ladi, qilsanglar bo'ladi. Biz hozir oyoq olib kelib, hozir qaynatib olaman. Bitta qaynatib, suvini to'kib yuboraman. Buni menga ojonim o'rgatganlar. O'shanda hech qanaqa hidi ham qolmaydi. Mana bunaqa suvlaringiz ham tiniq bo'lib chiqadi. Hozir qaynab chiqdi. Qaynab chiqqandan keyin suvni to'kib yuborib, ozgina kachalka bo'lsa kachalka yoki oddiy lahm go'sht bo'lsa lahm go'sht solib, qo'shib qaynatsanglar, вообще zo'r chiqadi. Hozir buni endi qaynab chiqdi. Где-то 5 minut qaynaydi. 5 minutdan keyin suvni to'kib yuborib, oyoqlarni ko'rasizlar, mana sizlarga ko'rsataman. Mana oyoqlar qaynayapti. Mana oyoq qaynayapti mana. Ko'rasizlar, o'shanda hamma yomon narsalari qilib chiqib ketadi. Bitta cho'tga qilib yuvib tozalab olsam, keyin yana qaynatishga qo'yib yuboramiz. Qizlarjonim, mana hozir mana bitta oyoqlarni yaxshilab qaynatib, yuvib tashladim. Hozir qaynatishga yana qo'ydim, suvini toza qilib. Endi hozir go'shtlarni sekin-sekin sovuramiz ustiga. Tegi iloji bo'lsa o'sha oyoqni suvi tomonini pastiga qo'yib olsanglar, suvda qaynayotganda tepaga chiqib qolib, yaxshi pishmay qoladi deb bo'lmasa. Qizlarjonim, mana shuni ko'rsatib ketmoqchi edim sizlarga, qaranglar. Mana hamma nimada xalatisda go'shtlarini shunaqa idishga solaman, suv bilan aralashtirib, o'shanda hammasi bir xil massa bo'ladi. Mana buni ko'rsatmoqchiman, qaranglar sizlarga lifehack. Shunaqa deyki, bolaning pechenyalari bor-ku, har xil bo'lar ekan. Ana o'shunaqasini olib qo'yaman. O'shani har doim xalatisga ishlataman. Bu yerda alohida одноразовый idishlar. Men bu вообще zo'r narsa, tavsiya qilaman sizlarga ham. Chiqqanini sizlar bugun norin